Avvalambor assalomu alaykum. Ashunday payizli kechaga yig'ilgan aziz mehmonlar. Ilohim mana shunday kunlarda tashkil qilgan ukalarimizga, Olimxonga, Maqsudjonga mehmonlar bor. Mana Namangandan, Qashqadaryodan mehmonlar bor ekan. Hammalarini umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Ko'p yillarga sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Qo'limizdan kelganicha ko'ngillayini olishga harakat qilamiz. Qolaversa hamma mana shu san'atkor shogirdlardan, do'stlardan bitta qo'shiq eshitamiz. Sog' bo'laylik. Birazası ateştek bakar, eşiği hem kutli alavli. Birazası ateştek bakar, eşiği hem kutli alavli. Her gel ötsem bağrımni yakar, menga kızım vermegen havli. Her gel ötsem bağrımni yakar, menga kızım vermegen havli. Rahmet, sağ olun.